Boshqa haydovchilardan bilmadim-ku, men ortimda sirena ko'rsam, gazni kuchliroq bosaman. Shu yerlikmisan yoki begona bu muhim emas. Eng muhimi nimani istayotganingni bilish va olg'a yurish. Yo'lni tanlaysan va ortingga qaramay olg'a yurasan. Gap uni yonida turganingda emas, hamma gap uni qanday boshqarishingda og'ayni. Muhimi mashina emas, haydovchi. Buni bilsang kerak. Qo'lqop kiygan bilan odam boksyor bo'lib qola olmaydi. Hammasini ko'rsatishdan ko'ra teng yarmini yashirish afzal. Nima muhim? Pulmi, g'alabami? G'alaba nashidasiga nima etsin? Seni 180 ga hech qachon yeta olishmaydi. O'zlarini qiynab o'tirishmaydi. Agar kerak ehtiyot qismlarini topolmasang, sen poygachi emassan. Haqiqiy haydovchi mashinada nima borligini bilish shart. Pul menda bor. Biroq ishonchli yigitlarim yetishmaydi. 20% bor, 80% iblis.